Siz 12 yoshli o'quvchi ham Qalqon akademiyasida o'qiy olishini bilarmidingiz? Ana shunday imkoniyatni sizga Qalqon akademiyasi taqdim qiladi. Avvalo, akademiyamiz maqsadi hamda u haqida ma'lumot beraman. Qalqon akademiyasi harbiy va organ sohaga yo'naltirilgan bo'lib, akademiyamiz maqsadi siz o'qishni orzu qilgan harbiy oliygohlar hamda 9 ta yuridik akademiyalarga to'liq tayyorlash. Qolaversa siz 9-sinfni bitirganingizdan so'ng respublikamiz hududidagi o'zingiz xohlagan 7 ta harbiy akademik litseylar hamda Temurbeklar maktabiga tayyorlash. Qisqa qilib aytganda, sizning orzuyingizni amalga oshirish bizning maqsadimiz. Dars jarayonlarida siz kelajakda egallamoqchi bo'lgan kasbingiz uchun kirishingiz kerak bo'lgan oliygoh fanlarini oliy ma'lumotga ega bo'lgan professional ustozlar tomonidan o'rganishingiz mumkin. Taxminan fanlar soni 6 ta 7 tani tashkil qiladi. Fanlar to'liq sizning sertifikat olishingizga qaratilgan. Akademiyamiz tinglovchilari tongdan tungacha maxsus tuzilgan kun tartibi bo'yicha harakatlanadilar. Qolaversa, tinglovchilarimizning 4 xil turdagi harbiy uniformalari bo'lib, ular ushbu formada o'zlarini yanada dadilroq hamda shijoatga to'la his qiladilar. Qalqon akademiyasi qabul imtihonlari oddiy test emas. Bizda 2 bosqichli aniqlash tizimi mavjud bo'lib, birinchi bosqich IQ va psixologik test, ikkinchi bosqich esa fanlar testi bo'ladi. Bundan tashqari ota-onalar uchun ham bolaning tarbiyasiga qanday yondashayotganini aniqlashimiz uchun testlarimiz mavjud. Qalqon akademiyasi bilan maqsadlarga erishish yanada osonroq. Obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.